Bu tortimiz bitta qaraganda merengive ruletga o'xshaydi, lekin bu biskvitli rulet. Biskvitlarni pishirib olamiz, yupqa qilib va mayda qilib to'g'rab olamiz. Morojniy krem tayyorlab olamiz. Morojniy kremni ko'p reyslarimda ko'rsatib o'tganman. Xuddi shu qolipda joylaymiz. Bunaqa qolipim yo'q deydiganlar uchun xohlagan qolipda taxlasanglar bo'ladi. Morojniy krem, shokolad, nonlarni qo'yamiz, malina, nima topsanglar solsanglar bo'ladi. Xohlasanglar qulupni, xohlasanglar bezeshkala sovorsanglar bo'ladi. Varyoniy molokoni ham nachinka qilsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa ketma-ketli taxlab, oxiriga non qo'yib morozilkaga qo'yamiz. Bu esa ikkinchi varianti, juda ham chiroyli ko'rinadi. Shunaqa stiklarniy idishlarga xuddi shunaqa ketma-ketlikda solib chiqasizlar. Ishoninglar, buni juda ham mazasi zo'r bo'ladi. Sababi biskvitlarimiz mayda to'g'ralgan, kremlar bilan o'zgacha singib, juda ham zo'r maza beradi. Mana bunga ham har xil narsalar soldik. Bezeshkalar, yong'oqlar, malina, qulupni ikki xil qilib qildik. Ustiga fistashka sepib bezatib olamiz. Bir kun turgan ruletimizni olib, ustini morojniy krem bilan yasatib, fruktlar terib olamiz. Ishoninglar, shunaqa zo'r mazasi. Bu bitta ko'rishda tortga o'xshaydi, lekin yeganinglarda tortdan o'zgacha maza. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like va kommentariy kutib qolaman.